12 sayıdan algılanmış için zor yangilikimiz bu videonun aklına göringlar. O zaman maşinalda maşinanızı orijinal abordina bilan yetan ko'tarchaksiz, lekin sizning budjetingiz uncha tutilmayapti. Sizdan o'ylagan holda orijinal abordinamizning budjetli variantini ishlab chiqardik. Komplektatsiya ichida nima bo'ladi? Gofas 200 elektronikasi, injektor, Dakota 3 silindrli, elektronikasini bilasizlar, motor 3 silindrli bog'liq uchun shu injektor tushadi. Reduktor esa Adax reduktori, o'zlarimizning milliy brend. 75lik MMS gaz balon bilan polностью komplektatsiyani sizlar uchun 6 million so'm so'mga qilib beramiz. Agarda 12 emas, tekra qo'ydiradigan bo'lsangiz, shu baho bo'ladi. 75lik emas, men 90lik balon bilan yo bo'lmasa 80lik balon bilan qo'ydirjakman. Ya 330lik bilan qo'ydirjakman mashina deydigan bo'lsangiz, balonni narxini qarab turib, chalib boraveradi. 75lik bilan shu komplektatsiyani so'mga qildiraman desangiz, skidka bahoda 6 million so'm so'mga qilib beramiz. Nazarimizdan aytib o'tadigan bo'lsak, Paxtakor yo'li umuman Bolxona o'tib kelasizda, to'g'riga boraversangiz o'zi bir dona damir yo'l baldingizda, shu damir yo'l aytmay chap qo'lda bizning soqamiz sizlarni qarshi oladi. Shu yerda kelib turib, xizmatlarimizdan foydalanib ketsangiz bo'ladi. Mening zo'r imkoniyatda o'tirib bermay foydalanib qolinglar. Hammangizning istak-servisda kutib qolamiz.